Assalomu alaykum obunachilarim, barchaga xayrli kun tilayman. Bugungi yangiliklardan aytsam, O'zbekiston terma jamoasi bosh yordamchi murabbiyi Timur Kapadze akamiz ketibdilar. Keyin yangiliklardan O'zbekiston milliy terma jamoasi yig'inlarga kirishdi. Birlashgan Arab Amirliklariga Superligamiz yonyapti. Katta ehtimol bilan kelasi mavsum Superligamizga chempion aniq bo'ladi. Nasab bilaman, Neftchi bo'ladimi? Katta omad tilab qolamiz. Dinamo ham hujjat chempionlikka intilmasa ham ikkinchi va uchinchi o'rinlarga imkoniyat bor. Paxtakorga ham shunday. Nasab va Neftchi kurashadi. Ikkalasiga ham 3-4 jamoaga ham omad tilaymiz. Yangiliklarimiz shu. Misr terma jamoasi bilan bo'lgan o'yinda terma jamoamizga omad tilaymiz. Sog' salomat bo'linglar. Like bosamiz, obuna bo'lamiz. Sog' bo'linglar.